Do'stlar, xudo xolasa ochib chiqishni boshladi. Alohida qo'ygan tuxumimizdagan tuxum nimagadir ochmayapti. Bular уже yana 5-10 ta ochadi. Yaxshi, xudo xolasa natija chiqishi. Hozircha mana shu tuxumlardan 10 tasini bu yoqqa oldik. Kurkutov tagiga qo'yib yuborgani bitta nogiron tug'ildi. Bular hali ochmadi. Bekarga. Assalomu alaykum, parranda va inkubator ishqibozlari. Do'stlar, o'z inkubator kanaliga xush kelibsizlar. Do'stlar, bugun xudo xohlasa 64 talik inkubatorimizga tuxum qo'yib, 21 kun davomida qanday qilib foydalanish, qanday qilib ochirish videosini obzor qilamiz. 21 kun davomida chap tomonda ko'rib turganlar tuxum korobkada inkubatorimizni ochib, terib, hozir sizlarga qanday qilib ishlatishni ko'rsatib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, xudo xohlasa foydali bo'ladi hammamiz uchun, inkubatordan foydalanuvchilar uchun. Xo'p, video yoqsa albatta like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Xo'p. Ko'pchilikligimiz mana korobkada bo'ladi. O'tgan videoda ko'rsatib o'tgandik. Shunaqa ko'rinishda. Yerdan setkasi turibdi va ishlatish bo'yicha qo'llanma nechta gradus ushlash kerak. O'zi avtomatik ushlaydi. Tushunish uchun qo'shib berilgan akkumulyator bo'lishi uchun. Yerda roliklar. Mana suv idishlarimiz. Video uzoq ketmasligi uchun tez-tez hammasini bajaramiz. Videoda aytilmagan ma'lumotlar boshqa videoda aytilgan bo'ladi. Esimizdan chiqib qolsa aytib yurmaysizlar. İnkubatorimizni to'rt tomonidan teshib olamiz. Teshib oldik. Endi tepa qismini ham teshib olamiz. Nimaga teshamiz? Havo yaxshi sirkulyatsiya bo'lishi uchun. Chunki buni kichkina teshigida havo yaxshi aylanmaydi. Tuxumlar dimlanib ichida nobud bo'lib qolishi mumkin. Xo'p, endi suvimizni qo'yib olamiz. Mana bunaqa qattiq bakalashga kelgan. To'ldir suv quydim. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shuni qatiramiz. Xalaqit berishi mumkin. Ovozlar yaxshi bo'ladi. Qotirildi. Endi buni uchini bekitib sirada olamiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Suvimizni oldik. Xo'p, qaranglar. Ichiga hozir suv to'xtab qoldi. Nimaga deganda, suv idishimiz inkubatordan pastroq. Chunki bu joyimiz mana tomonimiz ham pastroqligi uchun inkubatordan ko'ra pastroq turibdi. Buni ichiga suv kirish uchun mana bu kartondan tagiga qo'yib qo'ysak bo'laveradi. Hozir suv saqlaymiz. Mana. Kirishni boshladi suv. Endi men yana qayta suv quymaslik uchun mana ichiga suv kiryapti. Ichiga ham olgan suv quyib olaman. Chunki ichkarisiga suv ko'p ketib qolishi mumkin. Mana. To'xtadi.
Mana o'zi ko'rinyapgan bo'lsa, suvimiz yarimgacha kiryapti. Bu tomonimiz past ekan. Shuni hisobiga. Shuning uchun inkubatorimizni to'g'ri joyga qo'yib olamiz. Tushirsak, mana. Endi har holda tekis bo'ldi. Inkubatorni iloji boricha tekis joyga qo'yganimiz yaxshi. Xo'p, mana qo'yib oldik. Endi roliklarimizni qo'yamiz. Tovuq tuxumligi uchun tovuq tuxumiga mo'ljallab beramiz. Bedana tuxumga bo'lsa yaqinlashtirib, g'oz tuxum bo'lsa bemalol uzoqlashtirib berishimiz mumkin. Mana ko'rgan bo'lsanglar, roylarimizni terdik. Endi kitobchasida qanday terilish, mana bu yerda ko'rsatib qo'ygan g'ozga, bedana, tovuq, o'rdak, g'oz tuxumlariga bemalol qanday qilib terish ko'rsatilgan. Tuxumlarimizni teramiz. Bu belgilab qo'ygan tuxumlarimiz dakan tuxumi. Bu yerda hachak tovuq tuxumi bilan dakan tuxumlari bor. Dakan tuxumlarini birinchi terishni boshlaymiz. Dakan tuxumi ancha katta ekan. Mana 1 2 3 4 5 6 7 tasini. Kattalardan kichikroqlari ham shunaqa 7 8 atrofda sig'adi. Tuxumlarimizni terib oldik. Bu yerda jami 46 ta tuxum terdik. Yana 8 ta, 16 ta, 17 ta, 18 ta tuxumga yana joyimiz bor. Xo'p, endi inkubatorimizni kirishkasini yopamiz. Yopish tomida bu yerda chustitili bor. Osiltirib qo'yamiz. Tortib mahkam, pastga qarab osilib turadi. Tuxumga yaqin turishi kerak. Va pavorotimizni simini o'ylaymiz. Mana, ko'rdingizlar, bu yerda namlik, issiqlik, pavorot sim turadi. Bu tomonda ikki tomonga qarab turadi. Bitta havo aylanish uchun. Inkubatorimiz yopildi. Endi bunga 220 volt raziyomligini ulaymiz. Asosiy ish boshida va oxirida. Mana 220. Tuxumlarimizni qo'yib, inkubatorimizni joylab oldik. Xo'p, bu yerda mana robot belgisi turibdi. Boshda yoqqanimizda robot belgisi turadi. Buni mana bu knopka bilan to'g'ri o'tib qo'yiladi. Mana. Hozirgi gradusimiz 12 gradus, 89%. Namligimiz sekin tushib boradi. Agar tushmasa, iloji boricha inkubatorimizni ozgina ko'tarib qo'yamiz. Keyin o'zi uzoqroqda tushishi mumkin. Shunga unaqa e'tibor qo'ymaymiz. Namligiga o'rtacha 70 dan 75 dan past tursa bo'ldi. Xo'p, tuxumni qo'ydik, joyladik. Birinchi kun endi sizlarga etap-etap qaysi kuni nima ish qilishlarini hammasini videoga olib tushuntirib o'taman. Yana bir narsa, bugungi sanani aytmayman, 28-mart. Xudo xolasa kuniga moslab aytib o'taman. Svetimiz o'chib qolganiga kesam 4-5 soat bo'libdi. Shunga sirasi mashinani akkumulyatorni qo'yib ulab qo'ydim. Mana 24 gradus 85% namlik ko'tarilib ketgan. Endi hozircha hech nima qilmaydi. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar, qizili plus, qorasi minus. Favqulodda svet o'chganda akkumulyator ulab qo'yiladi. Suv mana orqasida turibdi, tugadi. Uni ham hozir almashtiramiz. Sizlardan svet o'chib qolsa, shunaqa qilib 1-2 soatgacha hech nima qilmaydi, ulab qo'yishlar mumkin. Mana bugun 5-kun bo'lishi kerak. Adashmasam 2-aprel. 27-mart kuni qo'ygan bo'lsak, bugun 2-aprel bo'lyapti. 3 kun, 2 kun, 5 kun bo'ldi. Mana. Tuxumni qo'yganimizga 12 kun bo'ldi.
Hozir suv tugaganiga almashtirdim. Yangi butikada suv quydim. Bittasi yoniga bo'sh yonida turibdi. Xo'p. Yoniga boshqa suv qo'ydim. Gradusi o'zi mana kerakli gradusda turibdi. Namligi 64%. Kunini qanday bo'lsa bo'ladi? Set tezib turamiz. F1, F2, F3, F4, F5 mana. F5 12 turibdi. F6 0. Mana kunni bildik. Mana. Hammasi zo'r turibdi. Kuzatib boramiz, qanday natija beradi. Hozir buni qopqog'ini shamoltiraman, shuni ham aytib o'tib ketay. Qarab turinglar. Shunchaki buni men boshlatib qo'yaman. Shunday qilib shamollatishda bir kunlik mahal ertalabga chiqaman 5 minut 10 minutgacha. Qish kunlarida 5 minut. Yoz, bahor yoz oylarida 10 minutgacha havo haroratiga qarab ochib qo'ysa bo'laveradi. Mana. Signal chaldi. Nimaga signal chaldi? Qopqog'ini ochganimizda gradus tushib ketdi. Favqulodda signal berdi. Mana tuxumlar turishi. Hozir bu yerda svet yoqish knopkasi bor. Mana svetimiz yondi. Tuxumni qo'yamiz. Ko'ramiz. Qanday natija. Mana. Ich qorayib turibdi. Mana. Xudo xolasa yaxshi natijasi. Hozir yana bittasini olib qo'yamiz. Mana buni ichi ham rivojlangan, yaxshi-yu. Nimagadir qotib qolgan bo'lishi mumkin. Bu ochmasligi mumkin. Xo'p. Bunisini ko'ramiz. Mana. Ichi qop-qora. Mana. Buni ham rivojlangan ichi. Bir tomon sariq bo'ladi. Mana xudo xolasa hamma tuxumni tekshirib ko'rmadim hali. Xudo xolasa rezultati yaxshiga o'xshayapti. Aylanishi o'zi avtomatik. Hamma joyi joyida. Hozir 5 minut shamollataman, 10 minutgacha. Keyin qopqog'ini yopib qo'yaman. Keyin kunduz vaqtim bo'lganda shamollataman. Ne обязательно, albatta ertalab kech payt emas. Vaqtingiz bo'lganda shamollatib qo'ying. Foydasi bo'ladi albatta. Signalni minus testi o'chib qoladi. Mana. Ko'rib turibsizlar, mana 30%. Namlik tushib ketdi, 33 gradusgacha tushib ketdi. Xo'p, tuxum qo'yganimizga 16 kun bo'ldi. 10-dan boshlab bir kunda 2 mahal ertalab kechqurun 10 minutdan qopqog'ini shunaqa ochib qo'yamiz. Qish kunida 5 minut. Yozda kunlari, issiq kunlar bo'lsa 10 minutgacha ochib qo'ysa bo'ladi. Hammasi joyida. 19-kun. Ertalab qarasam, bugun 16-aprel. Bir de tuxum anaqa teshib qopti. Sal qimirlayapti ichida. Xo'p. Sekin tashqariga olib, setkalarini solib, keyin setkalarni ustiga tuxumni yoyib qo'yamiz. Tuxumlarni setkani ustiga olib ajratib qo'ydim. Bu tomonda akan tuxumlari deb, boshqasiniki. Bu boshqa xashak oddiy qora tovuq tuxumlari. Hozir mana bittasi teshibdi. Hali chiylamayapti, lekin faqat tiqat qilib turibdi. Ko'ramiz natijasini. Mana do'stlar, xudo xolasa ochib chiqishni boshladi. Bola xudo qo'ygan tuxumni, akan tuxum nimagadir ochmayapti. Bular o'zi yana 5-10 ta ochadi. Yaxshi xudo xolasa natijada o'tishi. Hozircha mana shu tuxumlardan 10 tasini bu yoqqa oldik. Ko'k tovuq tagiga qo'yib olganim bitta nogiron tug'ildi. Bular hali ochmadi. Bekarga. 34 talikda yana 10 ta berib olgandim. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ta bo'ldi. Mana 12 talikda 2 ta chiqib endi. Xudo xohlasa yana mana teshganlari bor. Ochib chiqsa kerak. Xudo xohlasa yaxshi. Ochib chiqishi. Aytdik 10 tayi 17 ta ochib chiqdi. Nari 12 taligimiz degan tuxumdan 3 ta chiqdi xolos. Mana tuxumlar.